Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Hozirgi kunda Ixlos Nuri jamoat xayriya fondi tomonidan ona va bola tibbiyot markaziga chala tug'ilgan chaqaloqlarni hayotini saqlab qolish uchun faoliyat olib borayotgan texnikalar uchun 13 million so'mlik ehtiyot qismlar xarid qilib taqdim etildi. Bizni kuzatishda davom eting. Hozir esa ona va bola tibbiyot markazining shifokori va mutaxassislari bilan suhbatlashamiz. Bizga Ixlos Nuri fondidan konsullar berishdi. Oldingi yil, mana bu yil o'zlari nomidan, o'zini fondidan bizga yordam ajratilgan. Rahmat deymiz. Mana shpritsovoy nasoslar ham oldingi yil bizga yordam berishgan. Mana bu yil shpritsovoy nasoslardan yordam keldi. Ularga katta minnatdormiz. Chunki oldingi yilga qaraganda bu yil ikkita qo'shib berishdi. Bizga qancha ko'p qilib berishsa shuncha yaxshi. Yilma-yil bolalar ko'payyapti. Bizga konsullar talab ham juda ham ko'p bo'lyapti. Bularga yana bir marta katta rahmat deymiz. Mana shpritsovoy nasoslar uchun ham yana bir katta rahmat deymiz.